Mamlakatimizda kuz faslining 2-oyi nihoyasiga yetyapti. Farg'onaning Quva tumanida esa o'rik pishibdi. Farhodjon ota bundan 10 yil avval do'stlari bilan suhbatlashgan chog'i kech pishar o'rik navi haqida eshitib qoldi. Qadrdonlari aytgandiki, tumanning chekka hududida shu o'rik o'stirilyapti. Aytilgan manzilga borsam, haqiqatan ham shoxida turibdi. Sentyabr oyida shoxida turibdi, g'o'ra bo'lib. Ishonch hosil qilib, kelib o'rik ekib, yovvoyi ikkita ko'chat ekib, haligini sal parvarishlab, ulama paytiga kelganda borib, haligindan pinnigidan olib kelib, mana shu ikkala ko'rib turgan o'riklaringizga payvand qilganman. Payvand qilib, yaxshi parvarishlab, oradan 3 yil, 4 yil o'tgandan keyin meva berishni boshladi. Kechpishar o'rik ham boshqa o'rik navlari singari suv va o'g'it talab qiladi. U bahor faslida gullaydi, ammo uning mevasi juda sekin rivojlanadi. Sentyabr oyiga kelib, mevasi asta-sekin rang ola boshlaydi. Oktyabr oyining boshida sarg'ashni boshlab, oktyabr oxirigacha pishib yetilar ekan. Mazasi mana yeb ko'rdilar, yaxshi mazasi. Ajoyib chiroyli. Ko'plar bu o'rikni duvarak deb ham taxmin qildi. Biroq Tomorqachi otaning so'zlashicha, duvarak emas. Bu hech qanaqa duvarak emas. Duvarak degani men tushunamanki, o'riklar bilan birga gullab, meva qilib, yoz oyida meva qilib sotilib bo'lgandan keyin yana keyin ikkinchi marta hosil beradi, keyin u pishib-pishmay holatda qoladi. O'sha duvarak deb tushunaman-da. Yo'q, unaqa emas. Bu bir yilda bir marta hosil beradi, erta bahor gullaydi, kech kuzga borib mevasi pishib yetiladi. Kuzdan qishga o'tar mavsumda daraxtdan yangi uzilgan o'rik yeyman deguvchilar ko'p. Shu sababli Tomorqachi ota o'rikni sotdi bu yil ham. Mevasini bu yil sotdik. 50 mingdan sotdik mevasini. Shu bir hafta 10 kundan beri sotyapmiz nimasini, mevasini sotyapmiz. Hozirda 2 tup kechpishar o'rik daraxti bor. Uning ko'chatlarini ko'paytiryapti ota. Bog' qilishni reja qilyapti. Rejamiz katta, bog' qilish, bir katta bog'larni yaratish. Yuqorida aytganimizdek, har bir xonadonda bo'lsa shu narsa, vaqti bemahal otalar, onalar yegisi kelganda manikiga kelmasdan o'zini xonadonda bo'lsa, shu narsa uzib berib, ertalabda yuvib bir dasturxonga qo'yilsa, xalqimiz og'ziga tegsa, bir chiroyli holatda bir duo qilib qo'ysa bo'ldi, bizda Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, aytmoqchi, bu o'rikni uyda parvarish qilaman deguvchilarga ko'chatidan beraman deydi Tomorqachi. Ahror Ziyoda, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.